Assalomu alaykum, telefonda siz bilan gaplashdimmi? Mototsiklni sotacakmisiz? Hava satacak. Hangi uchun sotacaksınız mototsiklni? Satıp bir olacak. Böyle olacakmisiz? İsa. Bo'ldi, motorini chiqmani. Bunun motoru injektor motor bo'ladi, 200 kub bo'ladi. 200 kubalik, hang? Maksimal tezlikcha chiqadi. 120 ga chiqadi. 120 ga chiqadi. Xo'p, rasxodini chiqmani. Buni rasxodi 5 litr oladi. 5 litr rasxod etadi. Yaxshi, yomon emas. Necha so'mda aytdingiz? Buni 18. 18 bundan arzonroq o'tmaymi? O'zim rasxod aytganman, 2000 dollar oldim buni. 2000 dollar tushganmi? Oho. Xo'p, arzonroq bermang 18 dan. Yaxshi Steam bolalar 17 ga beraman. 17 ga berasiz. Bo'ldi, xo'p, ko'rganlaringiz uchun mototsikl. Qarang, men Instagram akkauntim bor. Shunga reklama qo'yib bersam-da. Sotilib ketsa 1-2 so'm berib rozi etasiz, bo'ldi, shu bilan. Bo'ladimi? Bo'ldi, qaranglar, 200 kubalik ekan, injektor motor, balonlar yaxshi sostoyaniyada. Kawasakining replikasi. Zo'r xullas. Shu telefon nomerlariga chiqaverasizlar kerak bo'lsa. 17 million so'm ekan bitta dona. To'g'rimi? Bo'ldi, bevog'anda keyin chaqiramizmi, reklama aytamizmi? Chakramiz. Bo'ldi, rahmat.